Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parrandish quvozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda, ya'ni sotuvga chiqarilayotgan Andijon qoratovuq jo'jalari bor. Ularning ma'lumotlarini video davomida aytib o'tamiz. Videomiz yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda biz videoni boshladik. Ekraningizda ko'rib turgan jo'jalaringiz, ya'ni 15 kunlik bo'lib qolgan, soni kam, ulgurib qolishingizni so'rab qolgan bo'lardik. 600 dona xolos. Narxlari 15 ming so'm. Ko'proq miqdorda olganga dastlabki xizmatlari ham va narxlardan chegirmalari ham mavjud. Manzillariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, manzillari Jizzax viloyati Baxmal tumanida joylashgan. Egalarini nomerlarini videoni pastiga chiqarib qo'yamiz. Bemalol egalariga bizning kanalning nomidan aloqaga chiqqanliklaringizni aytsangiz, chiroyli narxlarda bonuslari bilan qilib berishadi. Yuqoridagi nomer esa reklama xizmatining nomeri. Kimda agar sotiladigan parrandalar bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu jo'jalarimizda xo'roz makonlari ajratilmagan aralash holatda, agarda bular sortirovka qilinadigan bo'lsa, xo'rozlari nisbatan arzonroq, makonlari qimmatroq sotiladi. Shu sababli aralash holatda bu. Gideta bir 60-70% makon, qolgani xo'roz chiqadi. Bu Andijon qoratovuq haqida eshitmagan, bilmagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Asosan tuxum yo'nalishida parvarish qilinadigan tovuq turlaridan erta bahorda bular tuxumlariga talab yuqori bo'ladi. Kim agar bu parrandani olib qanday daromad ko'raman degan savol ularni qiynayotgan bo'lsa, erta bahorda bularning tuxumini 3000 so'mdan sotish imkoniyati bor. Ya'ni bu yilgi sezonda har bittasini tuxumi 3000 so'mdan sotildi. Inkubatsiyaga bularning tuxumlaridan foydalanishadi. Va yana bizda yangilik, Telegram guruhlarimiz ham tashkil etilgan. Barcha parrandaga qiziquvchi aka-ukalarimizni Telegram guruhlarimizga ham taklif etamiz. Ekraningizga chiqarib qo'yamiz. Daromad TV11 deb qidirsalaringiz, Telegram guruhlarimiz ham chiqib keladi. Sotiladigan parrandalaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam parranda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning kanaldan foydalanishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz va Andijon qoratavug'i jo'jalari haqida beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kamtarona mehnatimizni qadrlagan holda obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.